hashamat va bejirimlikni o'zida mujassam qilgan, bizani boy qilgan 90-70 modelimiz. Sifatlari a'lo darajada bo'lgan, takroriy va takroriy kelayotgan modelimiz, eng katta ob'yomda kiradigan modelimiz shu bo'ladi. Nima uchun desangiz, bu modelimiz shu darajada chiroyli ishlanganki, razrabotka bo'lishi har safar to'xtamayapti. Nimaga? Bu partiyalarimizda o'sha kolonnalar shunaqa chiroyli ishlangan. E'tibor berasizlar, qosh qismlariga yana qo'shimcha gullar qo'shilgan, bo'ylari balandlashgan, yana ham qulaylashtirilgan, yana ham ko'rkamlashtirilgan. Kamotlarimizni shunaqa katta sahna qilingan 3 metrlik kamotlarimiz ham keldi. Modelimiz juda chiroyli ishlangan, tortmalari ham juda ham qulay, avval qilib ochilishlariga ham ahamiyat berasizlar. Kamotlarimiz shunaqa chiroyli babichka stilda ochiladi. Kamotimizning o'rta qismlari bo'ylari baland qilib ishlangan, orqalari sahnalar qilib, xohlovchi mijozlarimizga 1 eshik, 2 eshikli penallarimiz mavjud, naborimiz to'liq. Endi xohlovchi mijozlarimizga, xonamiz torroq degan mijozlarimizga kamotimizni standartniy oyna ko'rinishida ham olib kelganmiz. Bu modelimizda uje e'tibor berasizlar, kolonna qoshlari ham juda chiroyli o'zgartirilgan, razrabotka qilingan. Bu modelimizni yotoqxona to'plami ham bor. Undan tashqari stulimiz ko'pincha tugab qolyapti. Xitoy modellarimizda tezkor tugab qolyapti. Shu muammoni yechish maqsadida sizlarni qulayligiga ishlarni tez bitiramiz degan maqsadda yong'oqdan hamda poliuretanoviy 1000% zichlikda ishlangan, quyma bilan ishlangan modelimizni tayyorlab qo'ydik. Shunaqa chiroyli ishlangan Anqara stilda modelimizni orqa qismlari to'liq kapitoniy qilib ishlangan, orqalari ham gul. Hammasi qo'l mehnati asosida donalab trillar tiqib chiqilgan. Aynan siz uchun. Oldi qismlariga ham ahamiyat berasiz. Shunaqa baland. Ko'p klassika modelli stullar noqulay bo'ladi, lekin bu modelimizga ahamiyat bersangiz, shunaqa orqalari yotqizib ishlangan, tikka emas, juda ham qulay. Aynan Arlida mebel saloni uchun ishlab chiqarilgan. Xohlovchi mijozlarimizga 12, 14, 16, 18 soni cheklanmagan. 5 metr, 10 metrli stol ham qilib beraveramiz. Stollarimiz ham shunaqa chiroyli ishlangan. Mashinani kraskasi sepilgan, e'tibor berasizlar. Laklari glansoviy, ayni shu 90-70 modelimizga moslab tayyorlaganmiz. Narxlari hamyonbop narxlarda, o'ylamanglar, premium tovar juda qimmat yo'q. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib, ma'qul kelsa xarid qilasiz. Hurmat bilan, Arlida mebel jamoasi.